Salomlar, bu Aziz. Bu bizning matematikadan navbatdagi darsimiz. Oldingi darsimizda biz nol hodisalar haqida gapirib o'tgandik. Bu safar endi nol qatnashgan raqamlarni ko'paytirish haqida gapirib o'tamiz. Biz ko'paytirish amalini ko'rib chiqdik. Endi nol ishtirok etgan natural sonlarni ko'paytiramiz. Natural sonlarni ko'paytirish. Demak, 0 qatnashgan natural sonlar qanday ko'paytiriladi? Buni ko'rib chiqamiz. Masalan, deylik, biz 2 va undan ko'p xonali natural sonlarni ko'paytirishni bilamiz. Masalan, 123 ni 45 ga ko'paytirish kerak bo'lsa, biz bilamiz, oldin katta sonni yozamiz. Tevadan 45 ni 10 tarafga moslashtirib, 10 tarafini to'ldirib ko'paytiramiz va 5 ni 3 ga, 2 ga, 1 ga va hokazo. Keling, shu misolni bajaramiz. 5 1 dilda 2 kere 5 10, 1 ni qo'shsak 11, 1 dilda 5 kere 1 5, 5 ga 1 ni qo'shsak 6. Keyin 4 ga o'tamiz. 4 ko'paytirilgan 3 bu o'chirib tashlagan bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 3 12, 1 dilda 2 ko'paytirilgan 4 8, 1 ni qo'shsak 9, 4 kere 1 4. Agar qo'shadigan bo'lsak, demak 5, 2 qo'shilgan 1 3, 9 qo'shilgan 6 5, 1 dilda 4 qo'shilgan 1 5. Demak, natija ko'paytma 5535 ga teng. Tushunarlimi? Deylik, agar bizda deylik 36 ni 40 ga ko'paytirish kerak bo'lsa, demak biz 36 ni yozamiz. Va 40 ni, demak, agar 0 bilan tugaydigan songa ko'paytirsak, demak biz 0 ni 0 yo'q deb tasavvur qilamiz. Agar 0 ga oxiri 0 bilan tugaydigan son bo'ladigan bo'lsa, biz uni 0 ni yo'q deb tasavvur qilamiz, ma'lum bir vaqtga va xuddi 4 ga ko'paytirayotgandek yozamiz. 4 ga ko'paytirayotgandek yozamiz. Demak, 4 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 24, ikkisi tilda. 3 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak 12, 12 qo'shilgan 2 14. Demak, 144, 36 ni 4 ga ko'paytirsak 144 bo'ladi va so'ngida mana shu biz yo'q deb tasavvur qilgan 0 ni oxiriga qo'shib qo'yamiz. Tushunarli? Demak, natija 1440 bo'ladi. Masalan, murakkabroq masalani qaraydigan bo'lsak, 235 ni 130 ga ko'paytirish kerak bo'lsa, demak 235 ni yozamiz. 130 ni 0 yo'q deb tasavvur qilamiz. Xuddi 13 bilan ishlaganda ishlaymiz. Ko'paytiramiz. 5 ko'paytirilgan 3 15, 1 dilda 3 ko'paytirilgan 3 9, 9 ga 1 ni qo'shsak 10, 1 dilda 2 ko'paytirilgan 3 6, 6 ga 1 ni qo'shsak 7, 1 ni 5 ga, istagan sonni 1 ga ko'paytirsak o'sha son hosil bo'ladi. Demak, 3 235 ni o'zi tushadi. Agar qo'shadigan bo'lsak 5 5, 3 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 10, 0 tushadi 1 tilda, 1 ni 2 ga qo'shsak 3055. Demak, natija 3055 emas. Biz unutdik-ku, 0 bor. Shuni muhim e'tibor berish kerak. 0 ni unutish kerak emas. Demak, biz 13 ni ko'paytirdik, lekin bu 13 emas, 0 130 da, shuning uchun 0 ni oxiriga qo'yamiz. Demak, natija 30550 bo'ladi. Tushunarli? Agar deylik 3 xonali sonni ko'paytirsak, masalan 126 ko'paytirilgan 104. Masalan 0 o'rtada bo'lsa, unda qanaqa qilib ushbu sonlarni ko'paytiramiz? Demak, har doimgidek 126 katta raqamni yozamiz birinchi va xuddi oldin qanaqa qilganimizdek, oldin 3 xonali sonlarni ko'paytirganimizdek sonlarni bir-biriga moslashtiramiz 10 tarafdan boshlab. Demak, 4 6 ni tevaga tushadi, 0 2 ni tevaga, 1 1 ni tevaga. Demak, 6 ni 4 ga ko'paytirsak 24, ikkisi tilda, 2 ko'paytirilgan 4 8, 8 ga 2 ni qo'shsak 10, 0 tushadi 1 tilda, 4 ko'paytirilgan 1 4, 4 ga 1 ni qo'shsak 5. Demak, 4 ni 126 ga ko'paytirganimizda 504 chiqdi. Ana endi 0 kelyapti. Biz bilamiz, istagan sonni ko'paytirish uchun ikkinchi xona 10 tarafdan ikkinchi bo'lgan raqamni
ko'paytirish uchun demak natija mana bu yerdagi sonlar tizimi bitta chapga suriladi. Ya'ni biz 4 dan boshlamaymiz, ya'ni 0 ni tepadan boshlaymiz. Lekin bilamizki 0 ni istagan songa ko'paytirsak 0 chiqadi. Shuning uchun 0 ni 6 ga ko'paytirsak 0, 0 ni 2 ga ko'paytirsak 0, 0 ni 1 ga ko'paytirsak 0. Demak, ushbu qatordagi sonlarimiz 0 ga teng. 0 lar kelib chiqdi. Demak, keyingisi 1. Endi 1 ni 4 ketdi. To'g'rimi? 4 ketdi, 0 ketdi, 1 qoldi. Demak, 1 ni istagan sonni 1 ga ko'paytirsak, o'sha son chiqadi. Lekin ko'paytirish usulini asosiy xossalaridan biri bu har bitta pastdagi sonlar qatori bitta chapga surilgan holda yozilishi kerak. Ya'ni 6 ni bir ko'paytirilgan 6 ni biz 0 ni tepadan emas, balki bitta chapga surgan holda yozamiz. 6 ga 1. Demak, har bittasini qo'shamiz. 4 ga 0 ni qo'shsak, 4 ga hech narsani qo'shmaymiz. 4 o'zi tushadi. 0 ga 0 ni qo'shsak 0, 5 ga 0 0, 5 ga 6 11, 1 tushadi 1 dilda. Demak, 1 ga 0 1, 1 ga 2 3, 1. Demak, natija 13104. Demak, 126 ko'paytirilgan 104 13104. Tushunarli-a? Demak, agar natural sonni oxirida 0 keladigan bo'lsa, deylik 130 yoki 1000, biz 0 ni yo'q deb tasavvur qilamiz va oxiriga o'sha 0 ni qo'shib qo'yamiz. Agar 0 o'rtada keladigan bo'lsa, xuddi oldin qanaqa ko'paytirish amalini bajargan bo'lsak, xuddi shundoq bajaramiz va shuni yodda saqlashimiz kerakki, 0 ni istagan son ko'paytmasi 0 ga teng va undan keyingi son bitta chapga surilgan bo'ladi. Xuddi mana 0 ham bitta chapga surilgan, undan keyingi son 1 ni ko'paytmasi ham bitta chapga surilgan. Masalan, deylik 335 ko'paytirilgan 1000 berilgan bo'lsa, biz mana shu hamma 0 larni yo'q deb tasavvur qilamiz. 3 ta 0 lekin doim yodda saqlaymiz. Demak, 335 ko'paytirilgan 1 bo'ladi. Istagan sonni 1 ga ko'paytirsak 335 bo'ladi. Lekin bu 1 emas, aslida 1000 ga 3 ta 0 ni qo'shamiz. Demak, natija 335 ming. Demak, bu qisqacha darsimizda 0 lar bilan qanaqa ko'paytirish haqida o'ylaymanki, bu darsimiz foydali bo'ldi. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz. Xayr.